Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun men Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi Ergasheva Dilnoza Mamasharipovna bo'laman. Bugun sizlar bilan men STEM ta'lim texnologiyasi fanida robototexnika STEM ta'lim moduli sifatida mavzusini sizlar bilan tanishib chiqamiz. Avvalo biz jamiyatimizdagi o'zgarishlar tezligini internet paydo bo'lganidan beri tezlashayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunda esa yangi texnologik vositalar kundalik hayotimizda har qachongidan ham jadallik bilan kirib kelyapti. Ko'pgina texnologik yutuqlar orasida robototexnika texnologiyasi yaratgan o'zgarishlar tezligi so'nggi yillarda keskin ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Robototexnika loyihalarni loyihalash, qurish, dasturlash va ishlab chiqishni hujjatlashtirishda talabalar nafaqat texnologiya qanday ishlashini o'rganadilar, balki ular maktabda o'rganilgan ko'nikmalari va mazmunli bilimlarni va qiziqarli tarzda qo'llay olishni o'rganib kelishadi. Avvalo biz robototexnika qaysi tildan olingan va nima degan ma'noni bildirishini ko'rib chiqamiz. Robototexnika chex tilidan, ya'ni majburiy mehnat, qadimgi yunon tilidan esa san'at, inglizchada esa robotics. Bu esa robotlarni qurish, ishlatish va ulardan foydalanish, shuningdek ularni boshqarish, sezish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan mexanik, ya'ni elektrotexnika va elektron muhandislik va kompyuter fanning birlashgan sohasi hisoblanadi. Robototexnika bu robotlarning joylashuvi, ishlab chiqarilishi, tartibda solinishi va ishlatilishi bilan shug'ullanadigan informatika va muhandislik sohasi hisoblanadi. Robotlar odamlarga turli xil yordam beradigan avtomatlashtirilgan mashinalardir. Ishlab chiqarish jarayonlarini tortib, inson hayotiga xavf tug'diradigan o'ta og'ir sharoitlarda ham ishlash foydalidir. Turli xil vazifalarni robototexnika mutaxassislari mexanik asboblarni ixtiro qilib, ularni aqliy ravishda bajarib kelishyapti. Robototexnika boshqa fanlar bilan, masalan, informatika, xarakter animatsiyasi, mashina dizayni, kognitiv fan, biomexanika kabi sohalar bilan bog'liqdir. Robototexnika shuningdek Android fani, sun'iy intellekt, nano robototexnika va robot jarrohligini o'z ichiga olgan kichik bo'limlarga bo'linadi. Ta'lim robototexnikasi nafaqat STEM, balki boshqa ko'plab fanlarni, jumladan savodxonlik, ijtimoiy tadqiqotlar, raqs, musiqa va san'at birlashtirish imkoniyatlariga boy bo'lib, bu esa talabalarga hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'zlarini ifoda etish uchun birgalikda ishlash yo'llarini topish imkoniyatlarini ham beradi. Ta'lim robototexnikasi bu o'rganish bo'yicha amaliy fikrlash orqali o'quvchilarning o'rganish tajribasini oshiradigan o'quv vosita hisoblanadi. Eng muhimi, ta'lim robototexnikasi o'zining amaliy tabiati va texnologiya integratsiyasi tufayli qiziqarli o'quv muhitini ta'minlab beradi. Ushbu robototexnikani o'rganishni STEM, ya'ni fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika bilan bog'lash orqali sinflarda robototexnikani targ'ib qilishga qaratilgan bo'lib, u haqiqatni sinfga olib kiradi va turli mavzularni ikkala mavzuga mos ham tegishli bo'lgan tarzda birlashtirib beradi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Keyingi ko'rsatuvimizda, ma'ruzalarimizda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.